Allohim, sen menga qanday duo qilishni va qanday iltijo etishni o'rgatding. Senga duo qilishimni yaxshi ko'rishingni bildirding. Men senga duo qilib hech narsa yo'qotmayman. Senga sirlarimni aytishimdan hargiz pushaymon bo'lmayman. Sen meni har doim eshitasan. Meni hech kim tushunmagan paytda sen tushunasan. Hatto aytmasam ham ichimdagi hamma narsani bilasan. Hech kim meni his etmasa ham sen meni his etasan. Sen mening tashvishlarimni, qayg'ularimni va menga yetgan barcha musibatlarni yaxshi bilasan. Faqat sengina, Allohim. Mening hech bir ehtiyojim senga maxfiy emas. Mening so'rovlarim sening mulkingdan va qudratingdan hech narsani kamaytirmaydi. Sening saxovat xazinalaring son-sanog'ini o'zingdan boshqa hech kim bilmaydi. Sen aslo baxillik qilmaydigan karim zotsan. Sendan so'raydigan narsam mening inson sifatida noqis aqlimga ko'ra naqadar qiyin va amri mahol bo'lsa-da, sening qudrating va ulug'liging oldida hech narsa emas. Har bir ish sen uchun osondir. Duo hargiz ijobat bo'lmasdan qolmaydi. Men duo tufayli xotirjamman va duo ila baxtliman. Modomiki senga iltijo qilganimda meni tinglar ekansan, hargiz yaxshiliklardan mahrum bo'lmayman.